Xabaringiz bor, mamlakatimiz hayoti uning istiqbolida muhim ahamiyatga ega bo'lgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarining dastlabki bosqichi, ya'ni ro'yxatga olish savolnomasini onlayn to'ldirish 31 yanvarda yakuniga yetkazilgan edi. 4 fevraldan 28 fevralga qadar ushbu umummilliy harakatning ikkinchi bosqichi davom etmoqda. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Yangi O'zbekistonda har bir sohada amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimiz turmush farovonligini zamon talabi darajasida yuksaltirish, inson manfaatlarini ta'minlash, mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 19-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini o'tkazish to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash bo'yicha Namangan viloyatida ham tizimli ishlar tashkil etilmoqda. Mazkur farmondan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatimizni eng avvalo aholi soniga, demografik ko'rsatkichlarimizga aniqlik kiritish hamda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun muhim bo'ladigan ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ushbu ma'lumotlar bazasiga ko'ra hududlarni qisqa, o'rta va uzoq muddatli dasturlar qabul qilinadi. Qayd etish joizki, aholini ro'yxatga olish belgilangan sana va muddatlarda mamlakat aholisi haqida aniq ma'lumot to'plash jarayoni bo'lib, fuqarolarning yoshi, oilaviy ahvoli, bandligi, turmush sharoiti, shuningdek qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi va bu turli sohalarda foydalaniladi. Namangan viloyatida ham ro'yxatga olish ishlarini nazorat qilish uchun bitta markaziy 14 ta shahar va tumanlarda maxsus shtablar tashkil etilgan. Viloyat statistika boshqarmasi tizimiga ham alohida mas'uliyat yuklangan. Ularning asosiy vazifasi ro'yxatga olish jarayonlarida aholida tug'ilayotgan savollarga javob berish, muammolarni tezkorlik bilan hal etish, onlayn platforma tizimi orqali ro'yxatga olish jarayonida fuqarolarga qulaylik yaratishdir. Shuningdek, ikkinchi bosqich jarayonida ham mahalla yetkiligi tomonidan kelayotgan murojaatlarga batafsil javob berish. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga o'tkazishga biz shunday tizim yaratdikki, maxsus sayt platformamiz orqali, ya'ni census.stat.uz sayt platformasi tashkil etildi. Birinchi bosqichda maxsus platforma orqali aholimiz ixtiyoriy ro'yxatdan o'tish jarayonida Namangan viloyatida 582.483 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, shundan 525.897 ta xonadonimiz onlayn platforma orqali ro'yxatdan o'tishdi. Aholi soni esa 80% aholi ro'yxatdan o'tishga erishildi. Ikkinchi bosqichga kelib, mahalla yetkiligi faollari bilan uyma-uy yurgan holatda aholi ro'yxatdan o'tkazishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga kelib xonadonlar kesimida ko'radigan bo'lsak, xonadonlarimiz 581 ming xonadon ro'yxatdan o'tkazilishga erishildi va aholini 92% qamrab olib ro'yxatdan o'tkazishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 28 fevralga qadar ushbu tadbir to'liq yakunlanadi. Viloyatdagi mavjud 754 ta mahallada faoliyat yuritayotgan yettilik ikkinchi bosqichda yuklatilgan vazifalarni ro'yxatga olish jarayonlarini uyma-uy, xonadonma-xonadon yurib shakllantirmoqdalar. Namangan shahridagi Diyor mahallasida ham bu boradagi amaliy ishlarga guvoh bo'lish mumkin. Birinchi bosqichda Namangan shahri Diyor mahallasida 82.2% aholi elektron shaklda ro'yxatdan o'tdi. Hozirda ikkinchi bosqich ishlari amalga oshirilmoqda. Mahalla yetkiligi tomonidan uyma-uy yurib, xonadonlardagi aholini ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilmoqda. Birinchi bosqichda xatolik bilan to'ldirilgan shakllarni xonadonlarga borgan holatda aniqlik kiritib, xato kamchiliklarni to'g'irlash va ro'yxatdan o'tmagan xonadonlarni ro'yxatdan o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Xonadondagi mavjud hayvonlar, qo'y, mol va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham ro'yxatga olishlar amalga oshirilmoqda. Amaliy ishlarimiz natijasida Namangan shahridagi Diyor mahalla fuqarolar yig'ini hududdagi xonadonlarning 95.5%ni ro'yxatdan o'tkazildi. Lavhamiz avvalida ta'kidlaganimizdek, ro'yxatga olish jarayonlari nafaqat ma'lumotlar bazasi, balki hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, oilalarni qo'llab-quvvatlash, farzandlarimiz kelajagi, umuman olganda inson manfaatlarini ta'minlash, yangi O'zbekiston taraqqiyoti bilan bog'liq manzilli, istiqbolli dasturlarni tuzishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.